Sardor, o'rtoq, bilasan-ku, jigar. Bo'lsa senga berardim. Hamma pulimni molga tiqib qo'yganman-da, o'rtoq. Bo'lsa bilasan-ku, yana bir xabarlasharmiz, o'rtoq. Bo'pti, xo'p. Mohir, gapingni eshitib qoldim. O'zimiz sinfdoshimiz Sardor bilan gaplashyapsanmi? Ha, Sardor bilan. Ha, o'rtoq. Tinch ekanmi o'zi? Ko'rmaysanmi? Qarz so'rayapti-da. 4 ta non solib ber. Ulfatlarimizning orasida toparman, tutarmoni san bo'lganingdan keyin haddi sig'ib sandan so'raydi o'rtoq. Bor begir sinfli bolalardan so'ramaydi-yu. Yoshingdan katta bo'lgan og'aylaring bir ikki so'm qarz so'rasa, noto'g'ri tushunmagan jigar. Va 4 ta noning. Nech pul bo'ldi? Shu paytgacha oshna og'ayimdan pul olganimni ko'rganmisa, olib ket tur. Osh bo'lsin. Rahmat. Ye? Ke o'rta? O'rtoq. Zo'rsa, yaxshimsan? Charchamayapsan? Rahmat. Bir xabar olib ketay deb, o'zim yopgan noladan 4 ta issiqni olib keldim. Va, ol. Rahmat o'rtoq. Boringga shukr. Ozgina pul kerak bo'lib qopti deb eshitdim. Yo'q o'rtoq, unaqa emas. Qatdan eshitding? Teshu quloq eshitadi-da. Gapni aylantirma. Nech pul kerak? Boya Mohirda har doim pul bo'ladi deb undan ham so'radim. Undan ham pul yo'q ekan. 1 million zaril bo'lib qoluvdi. Nimaga mendan so'ramading? O'zi tong sahardan xamir qorib non yopib pul topasan-ku. O'shanga sendan so'ragani xijolat bo'ldim. Shunaqa degan, uni olaman deb olib qo'ygan pulim bor edi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Majiga kerakli joyingni ishlat. Men unda qarz olib turaman. O'rtoq. Bo'ldi qil. Ko'p gapirma. Hozir nima deyishingni bilaman. Men borib ishimni qilishim kerak. Meni klientda kutyapti. Xudo xolisi kechqurun hali pitakda ko'rishamiz. Ishingni bitirib, 4 ta siqran olni onaxonga olib kirgin. Bo'pti, o'rtoq. O'rtoq, Ha? Nima edi? bekordan bekorga yetishmas ekanda. Kambag'al mard bo'ladi dedi. Boringga shukr. Boringga shukr. Jigar. Choy. Duch kelgan odam bilan ham ichilavermaydi. Kim do'st kim dushman ajratmadi.